O'tgan hafta xushxabarlarga boy bo'ldi. Nukus davlat texnika universiteti yoshlari xalqaro festivalda g'olib bo'ldi. Taxtako'pir tumanida yoshlar markazi binosi foydalanishga topshirildi. Bo'zatovda esa zamonaviy nasos stansiyasi ishga tushirildi. Assalomu alaykum, mamlakatimizda xushxabarlarni yoritib boruvchi bu xushxabar kanali ham bizda hafta dayjesti. Chexiya Respublikasi bosh vaziri Andrey Babish 29-30 aprel kunlari rasmiy tashrifi bilan O'zbekistonda bo'ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Chexiya Respublikasi bosh vaziri kengaytirilgan hamkorlikni ilgari surish to'g'risidagi qo'shma deklaratsiyani imzoladilar. Eng muhim yangilik va xushxabar bu Chexiya endilikda O'zbekistonda elektropoyezdlarni yetkazib beradi. Shuningdek, iqtisodiyot, sanoat, ilmiy va texnologik hamkorlik, diplomatik kadrlar tayyorlash, metrologiya laboratoriyasini birgalikda loyihalashtirishni va tashkil etishni qo'llab-quvvatlash, elektropoyezdlar yetkazib berish to'g'risida va boshqa ikki tomonlama bitimlarni imzolash marosimi bo'lib o'tdi. 28 aprel kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev Farg'ona viloyati futbol assotsiatsiyasiga qarashli futbol markazi va Neftchi bolalar futbol akademiyasiga yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Jumladan 1962-yilda tashkil etilgan Neftchi futbol klubi O'zbekiston Superligasining 6 karra chempioni, mamlakat kubogining 2 karra va Superkubokning 1 karra g'olibi hisoblanadi. Bugungi kunda ham hududda iqtidorli futbolchilarni tanlash va tayyorlash, malakali murabbiylar zaxirasini shakllantirish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda. Xususan, professional futbol klublari akademiyalarini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar natijasida 2025-yilda Neftchi bolalar futbol akademiyasi tashkil etildi. 4,5 ming gektardan ziyod maydonni egallagan akademiya 150 nafardan ortiq o'quvchi yoshlarga mo'ljallangan. Bu yerda 6 ta katta va kichik futbol maydoni, zamonaviy va tibbiy reabilitatsiya uskunalari bilan jihozlangan fizioterapiya bo'limi faoliyat yuritadi. Akademiyada 1,1 million dollarlik sun'iy qoplamali havo gumbazi bilan yopilgan yopiq futbol maneji barpo etilgan. Prezident akademiyada futbolchilar uchun yaratilgan sharoitlarni ko'zdan kechirdi. Yoshlar bilan suhbatlashib, ularning mashg'ulotlarini kuzatdi. Taxtako'pir tumanida yoshlar markazi binosi foydalanishga topshirildi. Prezidentning Qoraqalpog'iston Respublikasiga tashrifi davomida belgilab berilgan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadida Taxtako'pir tumani markazida zamonaviy ko'rinishdagi yoshlar markazi binosi qurib bitkazilib foydalanishga topshirildi. Umumiy 5 milliard 321 million so'm mablag' asosida qurilgan binoda yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazishlari uchun Book Cafe, Zakovat klubi, shaxmat shashka, chet tillari va matematika fanlarini o'qitish markazlari tashkil etilib, yoshlar uchun barcha qulay sharoitlar yaratilgan. Nukus davlat texnika universiteti yoshlari xalqaro festivalda g'olib bo'ldi. Toshkent shahrida 30 ga yaqin turli musobaqa va tanlovlarni hamda 14 mingdan ziyod yoshlarni o'zida jamlagan Kelajak muhandislari xalqaro festivali o'tkazildi. Unda Nukus davlat texnika universitetining talaba yoshlaridan iborat jamoa gumanoid robotlar yo'nalishi bo'yicha Osiyo innovatsion loyihalari bilan birinchi o'rinni egalladi. Xalqaro hamkorlar tomonidan yuqori baholangan jamoaga 20 million so'm miqdordagi pul mukofoti va maxsus kubok topshirildi. Shuningdek, universitet jamoasi yangi avlod avtomobillari yo'nalishi bo'yicha ham faxrli ikkinchi o'rinni qo'lga kiritib, 50 million so'm miqdordagi pul mukofotiga loyiq deb topildi. Shuningdek, Kegeyli tumanidagi 41-sonli maktabning Lochin jamoasi ham chempion bo'ldi. Toshkent shahrida o'tkazilgan Vatan tayanchi otryadlari a'zolari ishtirokidagi Vatan fidoyilari harbiy sport musobaqalarining O'zbekiston Respublikasi bosqichi yuqori ruhda yakunlandi. Ushbu musobaqada Kegeyli tumani 41-sonli maktabning Lochin jamoasi yuqori saviyada ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinni egalladi hamda chempionlikni qo'lga kiritdi. Bo'zatovda zamonaviy nasos stansiyasi ishga tushirildi. Prezident qaroriga muvofiq Amudaryoning Bo'zatov tumani hududidan o'tuvchi qismiga nasos agregatlarini o'rnatish loyihasi amalga oshirildi. Nasos agregatlarining o'rnatilishi natijasida tumandagi 1,5 ming aholining 210 gektar tomorqa maydonlari, 2,8 ming gektar sug'oriladigan yerlar va 3,5 ming gektar yaylov maydonlarini oqar suv bilan ta'minlash imkoniyatlari yanada yaxshilandi. Bu ishlarga qurilish boshidan jami 13,2 milliard so'm mablag' sarflandi. Ayni paytda Qoraqalpog'iston nasos stansiyalari va energetika boshqarmasi tomonidan agregatlar soz holatda saqlanib, hududning suvga bo'lgan ehtiyojini ta'minlashga xizmat qilmoqda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xushxabar va yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Kelasi hafta siz uchun ham, biz uchun ham xushxabarlarga boy bo'lsin. Ko'rishguncha salomat bo'ling.